bizning o'g'il dilimizga jo'ladik. Biz hayajon bilan bayramimizni boshladik. Bolalarni sahnaga taklif etamiz. Mustaqil yurtimizning kelajagi bolalar, ona vatan bag'rida baxt topgan bolalar. Ona yer muhabbati yoshlarning dilidaman, hamisha yuraydi bolalarning tilida. Bu bolalar 6 oy muddatda maktabga birinchi marta qadam bosishga illat. Bugun bilimlar mamlakatda sayr qilib yurishibdi. Bilimlar mamlakatda bemorlar yurish uchun harf tanish, o'qish, yozishni bilishlari qanday ko'raylikchi bolalar harflar tanisharmikan. Bilimlar mamlakatda boshlanib alif badan o'tishda do'stumlar qizlarning alif bada. Alif badan o'rgangan bolalar jim turmaydi, harflarga kelib so'zlaydi. Adam boshlab alifbe qo'lingga doim Allah lidirman o'tman biringiz doim buyuk vasolar boshlab muddat ertalik bolalarga boshqalarga sizlarga sirdosh qilaman maqarlarga xatim yozgandayman Yaman davrada doim davron bo'ling qo'yim davron duchotlar bu do'stlar hamisha Jahlni bilasiz, nega jahl qilasiz? Jamila jahl uydan qurishni. Hamon hayron bo'lmanglar, yo'lni buzib turmanglar, qandalik qo'rquvda hamon qo'shing. Neden öyle yazmamız, limuzunda odamız, natıflarla ladafat vakatı. Umuman Mushraqqa sizga tanish bo'laman. Uzun umr umidda so'zlarni yozaman. Hamon qayerga qadamiz, qayerlarga suzamiz. Qishda qahva ichadi qaramam. Madaniyatlar martaq, mening do'stimdir kitob, murod maktub, o'davar madina maktub edi. İki harfine biringiz, işten ilhamını
buni bilamiz. Siz nima qilarsiz? Nimadan bo'ldi? Achchig'dasiz ham bor. Agar sattiringiz, rasm so'zini yozingiz, dana raqamga qarab o'qiring. Qadar ko'p to'g'azamiz, katta bo'lsak uzamiz, kattalardan hurmat keladi maqsadi. Tuman tanib olursiz, tumanist deb yozursiz, Toshkent ana shahrimda taxasda yozildi. Shimon sho'g'atga boqing, so'zning mavzuni chaqir saytshaya, so'zini adashmang ashu. O'rdizlar hazırlar, orta qo'yib o'zimiz so'zini faqir bayansiz. Ya qarib buyursiz, yo tanmay qolursiz, yo'lchi yo'ldosh yo'q deb mendan boshlab yozasiz. Diyor bu quloq ingiz, guzorlarga ingiz, ruslarga aytram tushunangiz. Nima bilingiz, jonlarni chapan qilib, chaqni chaqib olingiz. O'qirsiz, qanday qilib haqini yomini. Shoqir chaqsonni shogirdlikka olasiz. Qo'yib yozaman, ulingisan tuzaman. Mana avvaldir yaxshilaraman. Bir ba'zi singillar yoki biron ko'ngilda ko'ngda dengizda sizim daladan bodring uzdim. Endi navbatda do'ppi raqsiga beramiz. Oshimda tursa balg'on jo'qsin, oldimda qolar Everest cho'qsin, oshimda tursa Andijon do'qsin. Men o'zbekman, boshqa o'zbek bo'lsin. Men o'zbekman, boshqa o'zbek bo'lsin. Men o'zbekman, boshqa o'zbek bo'lsin. Oyimda qolar Himolay cho'qsin, boshimda tursa Andijon do'qsin. Oyimda qolar Himolay cho'qsin, boshimda tursa o'zbegim do'qsin. Qonlardan ma'zurman, qonlardan baland. Men o'zbekman, boshqa o'zbek bo'lsin. Men o'zbekman, boshqa o'zbek bo'lsin. Millat tojidirsan sen azal, o'zligingdan so'ylagansan har mal. Asli millat tojidirsan sen azal, o'zligingdan so'ylagansan har mal. Amir qoyum har yerda, o'zbegimning faxridirsan eng avval. Amir qoyum har yerda, o'zbegimning faxridirsan eng avval.
yaxshi yomon ishni bilishni, ona yurtga kerak bo'lishga, doim ulug' ishlar qilishga, ona sutidan oqlashga kerak desa jonim berishga, qasamyod qilamiz, qasamyod qilamiz, qasamyod qilamiz. Ota haqida she'rlar aytiladi. Sen beri atma, mikrofon yetmiyor, beri atma. Beri atma, mikrofon yetmiyor abi. Beri atma, mikrofon yetmiyor. Siz bor dunyoning yechinaman, siz bor baxtga oshiman onam. Mehringiz qancha tekilsa, meni shunchaki tashlama onam. Siz bahorim yozimsiz onam, boshimdagi tojimsiz onam. Men katta bo'lganimda, baxtlarga kirganimda bo'ling doimo otajonlar sog' bo'ling, onajonlar sog' bo'ling. Sizlar uchun ko'klam yoz bo'lsin, boshim baland ko'ksim bog' bo'lsin. Mehribonim jannatim onam, bizga jonim baxtlar. Siz mo'tabar hajimsiz onam, boshimdagi tojimsiz onam. Siz quyoshim, oyimsiz, sho'x qilgan chiroyimsiz, mening mehribonimsiz, onajonlar sog' bo'ling, otajonlar sog' bo'ling. Paragraf raqsiga beramiz.
avvaliga 6 harfga qo'shib beramiz. Sizga baxt omad tilayman. Oningizni charxlash uchun o'qish kitobini chorlang. Salom yangi do'stlarim, erka qora ko'zlarim. Bugun sizga yurakdan aytgandir so'zlarim. Meni o'qish deydilar, o'qish deydilar. Mendagi har mavzuni mag'zin chaqish deydilar. Meni asla varaqlab mazza qilib o'qiysiz. Ibrat olib so'zlarimni xalqimizga yo'qolsiz. O'qing meni ardoqlab, men do'stingiz bo'laman. Qo'lni cho'zib sizlarga yo'lingizda bo'laman. Matematika o'zim, quyoshdek issiq yuzim, raqamlardan boshlanar tinglasangiz gar so'zim. Men sizga do'st bo'laman, hamdam ham do'st bo'laman. To'g'ri amalni, to'rt amalni tanitib. Marhamat, raqamlar bahsiga
raqamlar bir kuni jon bo'ldi. Birdan vaqti 9 ga qadar. Eng birinchi bo'lib bir keldi. Eng so'ngida 9 ga qadar. Nolni taklif qilmadilar ham. Bir raqam bilmadilar ham. Maqtandilar rosa o'zaro. Kelib chiqdi oxir mojaro. Raqamlar boshidan berdi. 9 yilda ko'ksini yaradi. 7 esa sirliman dedi. Ortidan qolishmas edi. 8, 5, 4, 2 hamda 3. Maqtandilar ne so'z bo'lsa duch. Xullas kalom eng kichik bo'lib, 2 raqam eng kichik bo'lib. Bir sharmanda sharmsoq bo'ldi. Barcha ham ustidan kuldi. Nur kelib qoldi. Bir uni shart yoniga oldi. Shu yo'l bilan o'ngga aylandi va ayoqsiz jangga shaylandi. Hamma yo'lni yoniga tortdi. Uning qadri qimmatli ortdi. 9 mahkam ushladi nurni. Fan bo'ldi ko'y bu xona. Shunday qilib nol talash bo'ldi. Raqamlarga qiymat talash bo'ldi. Shoyat manzur sizga bu qissa. Ushbu qissadan qissa. Kamsitmang hech cho'qni hasni ham. Tashu kesak baland asli ham. 7 emas 1000 o'ylab so'ngding. Nol bo'lmasa 1000 ham birga teng. Bazaislam.ru
baxtsiz bo'lgan aziz bolajonlarni ko'rib ko'zimiz yashaydi. Qanday dono, ziyrak o'quvchilar bo'libsizlar. Bilimlar mamlakatda shu qadar muammolarga boy-ku, ko'rgan kishi u yerdan chiqib ketishni istamaydi. Aziz bolajonlar, sizga bilim berish, o'qish, yozish o'rgatgan chin yurakdan halol mehnatni qilayotgan aziz ustozimiz Inobat opani chin yurakdan tabriklaymiz. Sahnamizga Inobat opani chaqiramiz. Hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar, shirin bolajonlar. Shu bilan bugungi Alifbi bayramimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' salomat bo'ling. Mehmon ota, onangizga, ona yurtingizga, jonajon xalqimizga xizmat qiladigan bilimdon, serqirra, fidoyi farzandlar bo'lib yetishing. Bilimlarni chuqur egallang. O'z vatanini chin dildan sevgan vatanparvar bo'lib yetishing. Bo'yicha direktor o'rinbosari Hamida opag'a beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz jajji, go'zal o'quvchilarimiz. Mana bugun alifbeni tugatib, savodxonlik bayramini o'tkazyapsizlar. Shu bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ota-onalarga ham shu bolalarning kamolini ko'rib yurish nasib etsin. Eng kamida shu elimizga xizmat qiladigan komil insonlar bo'lib yetishib, hokim bo'lsin, налогning boshlig'i bo'lsin, qizlarimiz shifokorlar bo'lishini tilab qolamiz. Shu farzandlarimizga kelgusi hayotlarida injilmasdan o'qishlarida a'lo baholarga o'qib berishini tilaymiz va bugungi savodxonlik guvohnomasini topshiramiz. Rimbayeva Nilufar. Toliyeva Hilala. Matyusupova Jasmina. Toliyeva Zuhraxon. Amatova Nargiza. Hasanbayeva Malika. Sherbayeva Mashhura. O'zibayeva Marjona. Narbayeva Danaxon. Rajapov Denis. Muratov Bekzod. Gulimbayev Mehrobjon. Sultanov Islombek. Ametov Navruzbek. Sidamaddinov Javohir. Baxtiyorov Azizbek. Rajabbayev Sarvarbek. Bekimov Dilshodbek. Xudoybergenov Azizbek. Baltabayev Akbar. Nuraddinov Fayzbek. Nurjon Islombek. Davletov Shahriyar. Shu bolajonlarimizning yo'llari oq, qalblari pok, mehrlari qaynoq, kelajagi parvoz qilsin. Shularning baxtini istaymiz, tomonni ko'rib yurish ota-onalarga nasib etsin. Ana shu qilgan mehnatlari uchun rahmat aytib, ishlariga omad tilaymiz. Hozir ota-onalarning ham yaxshi niyatlarini eshitsak, marhamat.
Ustozlarga rahmat. Shunday javob qizlarimizni bir-birdek sayratib qo'ygan inobatga katta rahmat. Kelgusida shu o'g'il-qizlarimiz oliy ma'lumotli bo'lib, elimizga, yurtimizga foydasi tegadigan o'g'il-qizlar bo'lsin. Hamisha yo'llar oq bo'lsin. A'lo baholarga o'qib, maktabimizga ham, el-yurtga ham xizmatlar bo'lsin. Ustozlarga katta rahmat aytamiz. Kirib kelayotgan 8-mart bilan ustozlarni hammani tabriklayman. Hammasi kelgusida oliy ma'lumotli bo'lib yetishsin. Bugun munosabat qilib beradigan barcha o'quvchilarni tabriklayman. Ular kelajakda elga yurtga xizmat qiladigan o'quvchilardan yetishsin. Kelgusi ishlarda shu o'quvchilarga katta tilayman. Hürmetli ota-onalar, hürmetli o'quvchilar, aziz muallimlar, mana bugun shuncha bolajonlarimizning, qizlarimizning savodxonlik bayramlari ekan, ularni shu bayramlar bilan tabriklayman bilan shu bolalarimiz kelajakda bir o'qimishli, odobli inson bo'lib chiqadilar. Hammasi turli kasb egalari bo'lib, shu bularni o'qitayotgan o'qituvchilarga, muallimlarga shu kuchlarga munosabatda sog'-salomat tilayman. Hamma doim shu sog'-salomat bo'lsin, elimiz barokat bo'lsin. Tabriklayman hammamizni bayramlarimiz bilan. Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, ota-onalar, bugun savodxonlik bayrami ekan. Shu aziz o'g'il qizlarimizni savodxonlik bayramiga chin qalbimdan